Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Mr. Criminal. O'tgan videodagi aktiv вообще chotki yoravordinglar, rahmat sizlarga. И bilasizlarmi nima? Menimcha davom ettirsak bo'ladi. Maqsad bor, значит bizani kuzatayotganlar bor, kutayotganlar bor, kommentariy yozganlarga hammasiga rahmat. Men hammasini o'qidim. Jonlari sog' bo'lsin. Поддержка uchun особенно rahmat aytmoqchiman hammaga. Itak, men bu yerda jang borga to'g'risi men hali hech qaysi jangni ko'rganim yo'q. Men bu yerda o'tgan videoda aytib o'tganimdek, men ko'rmagan janglar bor bu yoqda. Давай birgalikda ko'ramiz. Men bu jang 59 minut davom etgan ekan, menimcha ko'rishga arisa kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Давай ko'ramiz. Значит, boshidan demak ozgina sherilarga qarab chiqamiz. 74%, 66. Так, 64, 5 yil o'ynalgan profil 60, 56. Ну, Sopra tomon ozgina protsenti balandroq ekan-ku. Но baribir ham jang 59 minut davom etgan в целом. Значит, ko'radigan nimadir bo'lsa kerak bu yoqda. Ну, yana ham bilmadim hozir. Mana ham sizlar qatori birgalikda shu birga ko'ramiz hammamiz. Baholaymiz. Tak, qizil armiya bu yoqda yashil rangda o'ynayapti. Ya'ni o'sha buni men o'ynamaganman. Buni demak o'sha boshqa bola o'ynayapti. Tak. Ozgina tezlashtirsak bo'ladi menimcha. 3x qo'yib qo'yaman. Tak, har doimgidek bu yerda ko'radigan narsani o'zi yo'q. Tak. Resurs terish. Resurs menimcha bir xil terildi. Jamnaqa Sopra tomon ko'p terib tashladim deb aytib bo'lmaydi. Konfa tomonidan hamma o'zinikini oldi menimcha. O'tgan bu yerda уже Sopra chaqqonlik qilish mumkin edi, yo'q. Ozgina mikrokontrol yetishmadi qizil armiyaga. Men bu yerda demak qizil armiya yana demak qizil sherigini resurslarini teryapti. Bu yoq tarafda tak, ikkinchi o'rin shtab razvedka bo'yicha. Ну, aytgancha bizda premium bor. Mana qo'ya olamiz kartani. Tak. Герой завод. Ko'k jangchida aviazavod. Tak, bu yerda demak чисто texnika bo'lyapti. Demak, bu yerda resurs qolib ketgan, bilmadim nima bo'lyapti bu yerda. Yoki lagmikin, qo'tyaptimikin telefonimiz. Katta konteynerlar tushishni boshladi do'stlar. Menimcha hozir katta konteynerlar uchun talash bo'lsa kerak. Demak, ko'k jangchi bizda giroy bilan o'ynaydi. O'rtadagi jangchi aviatsiyaga chiqmoqchi. Aerodrom уже qurilyapti bu yerda. Bu yerda kichkinagina demak, katta resurs yashik uchun jang. Конечно, ko'k jangchida server bor, ustunlik unda. Centerda demak bu aviatsiyaga chiqqan, bu resurs ola olmaydi. Bu yoq tarafda teng. Demak, teng jang ketyapti. Sopra tomonidan analiz qilamiz. Soprada bizda sariq jangchi giroy zavod qurgan. Demak, yashil armiya. Uzr, qizil armiya, yashil rangli jangchi demoqchi edim. Bu ham giroyga chiqqan, 4-o'rin shtabga chiqyapti. Aytgancha yashil rangli jangchini demak sharoiti zo'r menimcha. Normal resurs teryapti u. Qizil rangli jangchi bu eng kuchli hisoblanadi. Menimcha bu yerdan biza yaga ham kutsak kerak. Giroylar bor, birinchi darajali giroylar. Bu yerdan уже Serafim chiqarilyapti. Zevslar bor, 3-o'rin shtab. Demak, bizda yashil rangli jangchi past 4 ga chiqib bo'ldi. Bu tarafda hali 4 yo'q. 4 ga chiqish boshlanibdi bu yerdan. Aviatsiyaga chiqadigan jangchi sanasa bu tez 4 ga chiqadi, chunki tank chiqarmaydi, rasport qilmaydi. Demak, qizil jangchi bilan ko'k jangchi ozgina demak unit almashish jarayonida demoqchiman, lekin bu aviatsiya o'zi. Bu yerda nimadir уже jiddiroq Serafim bor. Ikkisidan sekrash shart emas menimcha. Serafim aktivani ko'rsatish kerak. Giroy minus. Yashil rangli jangchini giroy minus. Serafim imba. Minus.
Tak, dash kiryapti Serafim. Iziga qaytish niyati yo'q. PVO bittagina qurib qo'yish kerak edi menimcha. Bir dona PVO sopraga bosilgan tamg'a. Har doim bir donagina demak PVO qurib qo'yish kerak sopra tomon. Qancha ikkita qursa ham bo'ladi. Chunki bitta PVO bilan Serafimni qaytarish ham o'zi aslida ilojsiz narsa-da. Tak, aviatsiya aktiv. Aviatsiya ishlashni boshladi. No, yashirin jangchida nimagadir hali ham PVO qo'yish niyati yo'q. Nimaga dekabrdaga ishonyapsizmi? Bitta samolyot minus, yashirin jangchidan demak Giroy zavod minus. Tak. Qizil rangli jangchiga полноценная ataka bo'lyapti. Giroy, Zevslar, Molot. Qizil rangli jangchida hozir demak ikkinchi darajali giroy chiqish kerak, ulguradimi? Menimcha ulgurmaydi. Atmen qilish kerak uni. Voy, atmen qilishga ulgurmadi menimcha, zavod tutab turdi. Jiddiy hujum. Tak, yashil yordamga keldi. Dekabraz, Salamandra, Jaguar tashlash kerak. Jaguar buyoqqa chiqmasin istiyordi. Tepeda uzun tashlash kerak emasmidi? Dekabrazda ko'p, juda ham dekabraz ko'p chiqarilgan. Kerakmi bunaqa ko'p dekabraz? Rasxod emasmi? Tak. PVO, nima uchun PVO qurmayman? Sopra tomonga men qo'yib qolaman. Nima uchun PVO qurmaysizlar? Soprada o'ynasam pastdan Serafim uchun ham bir 2-3 ta PVO baribir resurs orttirgan paytim ildirib qo'yaman bazaga. Men bu yerdan dekabrazga to'liq mehr berilgan, lekin ko'k jangchi dekabraz bilan emas, bu yerda o'ynayapti-ku. Bunga qarshi nima qilasizlar? Ko'ramiz. Tashi demak jangchilar bular ham 20-urovnli jangchilar, medal olgan jangchilar bularga aqllilik qilishga hojati yo'q. Bu chista bizning fikrimiz, bizning dunyo qarashimiz deymizmi? Nima desam ham to'g'ri kelib ketadi. Bizga yarashaveradi deydi-ku. Ana shunaqa bizni nima xayolimizga kelsa gapiraveramiz. Asli chalg'imaydi jangchilar. Tak, qizil jangchi tayyorlanyapti. Qizil jangchi 4 ga chiqdimi? 4-o'rin shtab bor, yana giroy tiklanyapti. Tak. Qani Xamilionga yo'qmi harakat? Biz Xamilion qiyin bo'ladi, qizil. Tak, katta konteynerlarning hammasini bu safar Sopra tomon olyapti. Hammasini Sopra tomon olyapti. Konfa tomon nimagadir to'xtadi. Oy, aviatsiya qayerda? Qochirib qo'ydik. Mana bu yerda aviatsiya. Yashil rangli jangchi ham aviatsiyaga chiqdi. Nifigasi. Endi menimcha PVO qurish kerak. Endi qurolmaydi. Xatosini tushuntirib ketishdi bolaga. Mayli. Так, razmen normal, lekin resurs jihatdan razmen bir xil bo'lgan taqdirda ham hech qachon ham gapimni tugatolmay olmay qoldim. Ladno, tomosha qilamiz. Shunchaki bazaga kirib kelyapti. Yashirinli jangchi aviazavodlarni buzmoqchi menimcha. Buzdi ham. Как раз samolyotlar hozirgina kelgan, ularni demak to'plavasi yo'q, o'sha yoqilg'isi o'lmagan taqdirda ham uchib yo'qolib ketadi. Na samom деле dekabraz ko'p o'ldiryapti ham. Demak, turang jangchini o'sha sakragan uchun, o'sha naglilik qilgan uchun deymizmi, ko'chatilida jazolab qo'yishdi, aviatsiyasidan ayrildi, aerodromdan ayrildi, shtatdan ayrildi, turang jangchi просто колоссальный deydi ko'z tilida. Колоссальный yo'qotishlari bor pushti jangchini. 5-10 minut demak pushtirangli jangchidan umuman xavotir olmasa ham bo'ladi, tegmasa ham bo'ladi yigitga.
Yashil rangli jangchi ham bu yerda aviatsiyaga chiqib olgan. Uni bilmadim, bu yigitlarning xayolida nima bo'lgan. Yashil rangli jangchi qo'shinni qaytarmaydimi? Bazangni urishyapti. Alo. Endi hujumni qaytaradigan ham qo'shin emas ekan-ku. Yashil rangli jangchiga bizani yashil rangli jangchimiz hujum qilyapti. Qizilga qizil hujum, ko'kka qizil hujum qilyapti. Tak, qaysi birini ko'rsatay? Qaysi birini ko'rglaring kelyapti? Ko'k rangli jangchini qo'shini yordamga ketgan ekan. Uni bazasini bu yerda tozalashyapti. Bu jang qanaqa qilib 59 minut davom etdi? Nifiga bilet. Yashil tugayapti. Ko'kni nogiron qilishdi. Pushti rangni ikkita qo'li bilan bir oyog'ini kesib tashlashgan. Yurmaydi ham, urmaydi ham u yigit. Bilmayman bu jang qanday unaqa davom etdi. Qiziq. Juda ham qiziq. Tak, menimcha hujum qaytarildi. Shitni qo'shmaysanmi, Ko'k? Shit, alo, senda shit bor. Yo'q. Endi qo'shasanmi? Ali o'zbek xalq maqoli bor-ku. Nima deydi? Sayl o'tgandan keyin xinani ko'zingga qo'y, ukajon. Endi shetingga kimga kerak bor? Yashil rangli jangchi yashilni ham uryapti, pushtini ham uryapti. Sariq rangli jangchidan yordam kelyapti. Menimcha o'yin tugashi kerak bu joyda. Qanaqa qilib bu jang 59 minut davom etdi ekan? Biz xato ko'rdikmikan? Jang qisqamidi? Boshqa knopkani bosib olmadikmi ishqilib? Nima bo'lgandi ham? Menimcha ikkisi qo'shsa bo'ladi, bu yerda o'zi bo'ldi. Kanfa tomon hech qanaqa qarshilik ko'rsatilmaydi-ku. Nima bilib, bunkerlar qurib qo'yibdi. 20-urovenli jangchiga bunker nima keragi bor? Garang. Raketni uстановка tashlashga. Kanfada o'ynayotgan do'stlarimiz bo'lsa, sizlar agar shunaqa narsa bilan himoyalanaman desalar, raketni uстановкani tashlash kerak. Bunkerdan уже tok yo'q. Menimcha, yana ham bilmadim. Raketni full raketni uстановка mana bu ikkita qurilgan. Baribir Slavi tashlanmaganda. Mana yoqqacha urish kerak edi u. Simbolik boost oborona bilan. Tashlanmagan. Bilmaymiz. Jang shunaqa bo'pti. Menimcha endi chista bolalar kontrakt qilsa kerak yashil jangchi bilan. O'yin tugab. Nima bo'ldi? Biz xato knopka bosdik. Biz axir 59 minutlik jangni tomosha qilmoqchi edik-ku. Hozir ko'ramiz. Ko'ramiz. Tak. Nima bo'lganda ham yaxshi jang ekan. Nima deydi? Arzimaydigan jang bo'lmadi-yu, baxtimizga to'g'rimi? Yaxshi jang bo'ldi menimcha. Mana bu jang. Ana shu kartani yaxshi ko'raman. Stuja degan demak karta meni sevimli kartam. Moshni jang qilsa bo'ladigan kartada bu. Tak, bu jang qancha davom etgan? Qayerdan ko'rsa bo'ladi bu narsani? Biz qanday bilsak bo'ladi, что bu jang bizni ko'rishimizga arziydimi yo'qmi? Tak, oxirgi jangchi 16-minutda chiqib ketgan ekan, Qizil armiya. Demak, jang 16 minut davom etganmi shunda? Davay, buni ham ko'ramiz, ketdik. Bizdan nima ketdi? Tak, davay kiksga. Go. Yana demak, Qizil armiya bu yerda yashil rangda. Bilmayman nimaga faqat Qizil armiya yashil rangga tushib qolyapti. Tak.
Tak. Resurs terish payti. Resurs menimcha уже sariq rangli jangchi centerdan o'tib ketdi u tarafga. Prям bu taraf уже konfaniki. Agar ololsa demak konfa tomoni tergan bo'ladi sariq jangchi. Qizil jangchi ham yomon termayapti. Hammasi joyida, oldirib qo'ydik-ku. Yana o'sha situatsiya menimcha hamma ikkita tomon ham, ikkita fraksiya ham menimcha o'zini tomonini oldi. Va kartani ochib qo'yamiz, to'g'ri biza ko'rishimiz kerak. Demak, qizil dengizga tushib bo'ldi, ko'k endi tushyapti, всё, resursni yo'qotdi degani. Yashil вообще demak dengizga отказ qildi. Bu kechirasizlar-yu do'stlar. Xato. Sariq dengizga tushyapti. Polniy hozir 1 2 3 4 5 ta resursni oladi. Sariq jangchi demak moshni kuchayadi degani u. Qizil ham pashta hammasini oldi. Pashta emas, o'zi hammasini oldi dengizdan. Sopra tomon вообще maza qilyapti resurs jihatdan. Mana olmaysizlar, me'sida. Bo'ynagi jangda ham shunaqa bo'ldi. Bu o'zi nima bu? Qanaqa grafik xato bo'lyaptimi yo o'zi resurs tashlab ketganmi misol? Yashil endi dengizga tushdi. Endi nimaga tushding? Mana bu taymingda do'stlar nima demoqchiman? Mana bu taymingda sizlar dengizga tushayotgan bo'lsanglar, sначала dengizga отказ qilib, keyin dengizga tushishga qaror qilgan bo'lsanglar, meni fikrimcha verfdan boshlash kerak emas. Torpedniy установка qurish kerak birinchi o'rinda. Tushunyapsizmi? Mana hozir bu yoqqa mina joylashtirib ketadi, chiqqan demak kema o'ladi. Agar bu yerda verfning o'rniga torpedniy установка bo'lganda edi, ssenariy boshqacha bo'lgan bo'lardi-da. Yana o'sha gap, eski gap. Demak, tajribali jangchilarga aqllilik qilish niyatimiz yo'q. Har kim xohlaganidek o'ynaydi. Demak, katta konteynerlar tushishni boshladi. Tushib bo'ldi ham. Demak, polniy Sopra egalik qilganmi? Yo'q. Buni konfa olibdi. Demak, ikkitani oldimi konfa shunda ulgurmay qoldim. Urushga ulgurmay qoldim. Yo'q, hammasini konfa olibdi-ku. Bu yerdan ham konfa olibdi. Konfederatsiyaga demak sovg'a qilindi katta konteynerlar. Razvedka bo'lyapti bu yerdan demak ko'k jangchi tomonidan, ya'ni Joxa ekan. O'zbek aytgancha, ko'k jangchimiz o'zbek. O'zbekistonlik jangchi. Omad tilaymiz, lekin to'g'risi jangni qanday bo'lganini bilmasak ham, jangning oxiri nima bo'lganini biz bilamiz, bilib turgan. Ko'k jangchi baribir yaxshi. Qizilga ulgurmagan bo'lsa ham aqlni ishlab o'ynayapti. Nima bo'lsa ham o'zbekda. Kallasi ishlaydi. Kema chiqaryapti. Nima qilasan kemani? Расход-ku. Bu yerda ham kema bormi? Nima qilmoqchi bu jangchilar? Yana kema. Nima kerak buncha kemani? Mana shu kartada umuman kema chiqaringlar. Razvedka uchun bitta kayman qo'yib qo'yaman yo'liga yoki delta. Все, bor uporni yerga yoki aviatsiyaga beraman. Bu kemalar nima qiladi hozir bu yerda? Tak, aviatsiya bor bizda, Serafim bor. Bo'ldi. 3 ta kema verf 2 ga ko'tarilgan, normalniy расход qilingan. Все, Serafim bilan hozir enasini ko'rsatadi. Nima kerak bordi buni? 3 ta kema minus, bir to'da demak pехотani o'ldirish uchun. Bu yerda bu ham bosib kelmadi. Nima qilasan buncha kemani? Ya. Kasal mazin joydami sani? To'ldirib molot qilib bironar kelmaysanmi Sarg'ida bazasiga?
Sezgan bo'lsa yoki menga tushiramayapti, men sezgan bo'lsa do'stlar, konfederatsiya tomon вообще endi haqorat bo'lmasin, men hech kimga haqorat qilish niyatim yo'q, lekin aqlini ishlatishdan voz kechyapti oxirgi paytda, sezyapsizlarmi? To'liq uporni konfa faqat giroyga beryapti. Faqat giroy. Umuman zo'r taktikalari bor edi, eslasalar. Eskidan Artofer o'ynaganlar biladi. Hali Molot Tayfun, Molot Shit, Molot Pix qilib yoki Zevsa Shit, Zevsa Grad Tayfun qilib aviatsiyalar bilan, torlar bilan o'ynaydi konfa bir paytlar, eslasanglar. Buni endi yaqinda boshlaganlar bilmasa kerak. Endi buni o'sha giroy yo'q paytlardan beri o'ynayotgan jangchilarimiz juda yaxshi eslaydi, chotki eslaydi hammasini. Hozir men zvuk ozgina pasaytirib qo'ydi. O'zi pas ekanda. Mayli. Eslaysam qanaqa janglar bo'lardi, to'g'rimi? Giroy o'zi umuman giroy degan tushuncha ham yo'q edi, giroyning o'zi ham yo'q edi. Faqat unit bilan jang qilinardi. Kimga qanaqa bilmadim, lekin o'sha paytlardagi Artofarni men juda sog'inaman to'g'risida. Xamilyonlar, armiyalar, Zevsashitga огнемет qo'shilgan, demak, Yagaxamni tor bilan quvalab urilgan paytlar qayerda qoldi, ha? Bitta giroy. Men ham shu giroyga ishongandim, to'g'rimi? Nima qilyapsan, o'g'ay? Kallangni ishlatsang-chi. Soprada unchalik sezilmaydi, chunki Soprani giroylari unchalik imba emasmi, sabab nima bilmadim, lekin Sopra baribir ham unit ishlatyapti. Oldingida emas, Soprada ham oldingida emas. Oldin aytyapman-ku, u paytlarda даже 3-3 yo'q edi. 2-2 chiqqan payti, bular endi Artovlar zo'r bo'ladi deb yurgan paytlarimizni eslaydi. 2-2 o'ynasa bo'larkan bundan buyog'iga deb, hali undan keyin 3-3 chiqdi, vashshe chotki bo'ladi dedik. Chotki bo'ldi ham. 3-3 bez giroy vashshe chotki bo'ldi. Chiqqan paytlarda bir mazza qilib o'ynagan paytlarimiz bor o'sha paytlarda. Uzr, endi men nima deydi, o'tgan davrlar haqida ko'p gapirib bordim. Yaxshi xotiralarim qolganda, o'sha yaxshi janglarim qolgan. Mazza qilib qo'yagan Artofer o'ynayotgan paytlarim bo'lgan. Hozir giroy yana kamiga giroyga o'yinni, demak, ishlab chiqargan odamlar ham giroyga ko'proq e'tibor berishyapti. 6 ta bo'lib ketdi giroy. Jangchilarga ham bir tarafdan удобный shu bo'lib qolyapti. Nima deganda, 20 ta unitni kashlamaydi, bitta giroyni kashlaydi, bo'ldi. Vaqti, demak, resursi ekonom bo'lyapti. Shunga yarasha lekin giroylar ham katta ish qilib qo'yyapti. Bilasizlarmi, giroy qo'shilgani o'yinni osonlashtirdi. Endi o'yinni bilmaydigan, boyagi ijod qilish xususiyati kamroq bo'lgan odamlar ham bu kamchilik emas, o'zi hamma har xil. Ba'zi birlar bir taktik bo'ladi, ba'zi birlar oddiyroq o'ynaydi. Endi hammaning o'zining usuli bor-da, men hech kimni kamchiligini topmoqchi emasman. Xullas, bir ijod qilolmaydigan odamlar ham просто giroyni kashlaydi. Все, qolgan unitlarni kashlaydi. Artofer o'ynaveradi. Oson bo'ldi, Artofer osonlashtirdi. Bilasizlarmi, lekin azart yo'qoldi menimcha. Oldingi azart, oldingi bir kirib ketishlar, oldingi bir e'tibor bilan o'ynashlar yo'q menimcha. Men o'zim ham Artofer o'ynayman. Jangni kommentariy ham qilmadim. Uzr do'stlar, menimcha nima bo'lganini o'zlaring ko'rib turdilaring. Kommentariy qilgan narsani o'zi yo'q derdi menimcha. O'zim ham hozir ba'zan o'ynayapman. Bilasanmi, men ham giroyga upor berishga majburman, chunki raqib tomon giroyga upor beryapti. Agar men giroy qilmasam bo'ldi, u giroy qiladi, meni urib ketadi. Men ham qanaqadir taktikalar bilan mazza qilib, zo'r qilib ko'rsa ham
maza qiladigan, o'ynaganda ham maza qiladigan jang o'tkazmoqchi bo'laman. Vaziyat taqozo qiladi, чтобы men o'zim ham o'sha priyomga tushib qolyapman to'g'risi. Kimga qanday to'g'risi menga geroyini chiqqandancha unchalik ham xursand emasman. Nima ham deyman? Janglarni ko'rdilaring, ikkinchi jangni unaqa yaxshi kommentariya qila olmagan bo'lsam ham sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yana bir bora videoni oxirida men hamma o'sha kommentariya yozganlarga, like bosganlarga, obuna bosganlarga, videolarni tarqatganlarga chin qalbdan rahmat aytmoqchiman sizlarga. E'tibor uchun hammanglarga rahmat. Kanalda yana videolar bo'ladi. Bundan buyog'iga Xudo xolasa yana videolar men qo'yib boraman. Obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysin. Obuna bo'lganlarga rahmat, sizlarga aktiv uchun, harakat uchun sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kelasi janglarda omad tilayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.